Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining A qatoridagi harflarini o'rganamiz. Agyo. A qatorida 5 ta harf bor. A, I, U, E, O harflar. A, I, U, E, O. E'tibor bering. Bu harflar barchasi unli harflar hisoblanadi. Va oxirgi harf O harfi O deb yoziladi, lekin O deb talaffuz qilinadi. Har bir harf bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf A harfi. A harfi qanday yoziladi? Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga, oxirida mana bu qismini yozamiz. Yapon alifbosini yozish qoidalari bo'yicha avval birinchi chapdan o'ngga yoziladi, keyin esa tepadan pastga yoziladi. Shu qoidani eslab qolamiz. Yozish qoidasi, demak, chapdan o'ngga, tepadan pastga va oxirida uchinchi qismini pastga olib tushib, tepaga chiqarib, yana pastga aylantirib tushirib yuboramiz. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga va oxirida uchinchi qismi. A harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf I harfi. Agar harflar chap va o'ng qismlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, avval chap qismini yozib olamiz, keyin esa o'ng qismini yozamiz. Demak, birinchi chap qismini yozamiz va oxirini burchak bilan tugatamiz. Keyin esa o'ng qismini tepadan pastga qarab yozamiz. Yozish qoidasi, demak, burchakka e'tibor beramiz. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chap qismi tepadan pastga, keyin o'ng qismi tepadan pastga. I harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf U harfi. Agar harf tepa va past qismlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, avval tepa qismini yozib olamiz, keyin esa past qismini yozamiz. Demak, birinchi tepa qismi chapdan o'ngga, keyin esa past qismini chapdan o'ngga olib kelib, bitta harakat bilan pastga tushirib yuboramiz. U harfi. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi tepa qismi chapdan o'ngga, keyin past qismini yozamiz. U harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf E harfi. Demak, tepa va past qismlardan iborat bo'lgani uchun avval tepa qismini chapdan o'ngga yozamiz. Keyin esa bitta harakat bilan chapdan o'ngga, tepadan pastga va mana bu qismini yozamiz. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi tepa qismi chapdan o'ngga, keyin past qismi. E harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf O harfi. Demak, birinchi chapdan o'ngga, keyin bitta harakat bilan tepadan pastga olib tushib, aylantirib, sal tepaga chiqarib, yana pastga tushirib yuboramiz. Oxirida esa mana bu chiziqchani chizamiz. Yapon tilida bu ten deb ataladi. Ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga aylantirib, yana pastga tushirib yuboramiz va oxirida chiziqchani chizamiz. O harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Biz A qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Endi mashq qilamiz. Qaysi harflar? A, I, U, E, O harflari. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O harflari.
Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Ay, ay, sevgi, a, a. E'tibor bering. Agar ikkita bir xil unli kelsa, ikkinchi unli undan oldin kelgan unlini cho'zish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni a emas, a deb o'qiladi. Keyingi so'zimiz m. Bu harfni hali o'tmadik, lekin so'zlarda ko'p uchragani uchun e, berib boramiz. Harfi hisoblanadi. N. Yaponiya pul birligi iena. Uo. Uo. Baliq. Ye. Ye. Uy. Oy. Oy. Jiyan. Ve. Ve. Tepa. E. E. Ha degani, e'tibor bering. Ikkita e harfi kelyapti. Ikkinchi undan oldin kelayotgan harfini cho'zib beryapti. Keyingi so'z aoy. Aoy. Ko'k rang. Oy. Oy. Ko'k. Bunda ham ikkinchi undan oldin kelgan o'ni cho'zib beradi. Keyingi so'z iye. Iye. Yo'q degani. E'tibor bering. Birinchi i harfini undan keyin kelgan i harfi cho'zib beryapti. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.